Yana ham yomon tomoni bor. Bizni kommentariyalarda yozadi. Ha, mana men sog'man, men ham shu. Oy, baraka topdim. Lekin seni bolangda bo'lishi mumkin. Shunday. Ikkinchi tomoni ko'pincha bo'layotgan holat bu ota-ona sog'lom tashuvchi, ularda tashqi belgilari yo'q. Agar ular boshqa odam bilan turmushga qursa, shu gen bilan tashuvchilik bo'lmasa, sog'lom bola tug'ilish ehtimoli yuqori. Ya'ni bu vaqtda bitta, ikkita, uchta nogiron bola ona bilan qoladi, ota ajrashadi. Oilani tashiydi, boshqaga turmush quradi. Yaxshi sog'lom bolalar tug'iladi ana. Ayol senday ekan. Va u ayol na ishga kira oladi, na bir karyera qila oladi, na bir yaxshi yasha oladi. Sababi ikkita nogiron bolaga qarash, uni ovqatlantirish, tarbiyasi, hamma narsaga nuqta qo'yiladi. Shu uchun iloji boricha endi qarindosh nikohni to'xtatish bu odamlarning o'zini qo'lida. Ya'ni ketma-ket bolangizda nogironlik tug'ilavergandan keyin har qanday muhabbat ham u yerda yo'qib ketishi mumkin. Ya'ni qanchalik yaxshi ko'rmang, misol uchun. Shu uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bu ko'pchilik aytadi, ana palonchini bolalari yaxshi-yu yoki amakimizning bolalari yaxshi-yu. Biz ularga minglab holatlarni ko'rsatishimiz mumkin agar kelsa. Qarindosh nikohlik sababli rivojlangan yoki bolalar uyiga borib ko'rish mumkin. Nogironlik uyida juda ham ko'p bolalar, asosiy sababi qarindosh nikoh.